Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Yana sizlar bilan ko'rishtirganimizdan xursandman. Sizlar bilan Telegram savol-javoblarimizni yana o'z fikrlar alishishda davom etamiz. Bizda keyingi savol: Assalomu alaykum doktor. 28 yosh ona, ikkita bolasi bor. Qoni normada necha bo'lishi kerak? 28 yoshli ona, ikkita farzandi bor. Gemoglobin miqdorini so'rashyapti. Bu gemoglobin miqdori yoshga xos bo'lgani faqat bolalarda bo'ladi. Kattalarda gemoglobin miqdori erkak va ayollarga ajratiladi xolos. Erkaklarda 135 miqdordan 160 millimol miqdorgacha, ayollarda esa 120-140 gemoglobin millimol miqdorida bo'lishi kerak. Kamqonlik yoki qonni normada bo'lishi kasalliklarga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun har doim kamqonlikka qarshi kurashib borish kerak. Kamqonlikni oldini olish uchun keling biz preparat aytmaylik-da, sizga tabiiy qon ko'paytiradigan vitaminlar yoki vitaminli mahsulotlar haqida gapirib o'tsak. Organizmni vitaminlarini, ya'ni gemoglobinini ko'taradigan bu salatlar, mevalar va go'sht mahsulotlari hisoblanadi. Sut mahsulotlaridan doimiy muntazam ravishda iste'mol qilish ham qonni ko'paytirishga olib keladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.